78. növbətlik Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Ümumi Yığını dairəsində 51 dövlət Uyğurlarning kişilik hüquq vəziyyəti haqqında birləşmə bayanat e'lon qildi. Bayanatda Xitoyning rayonda Uyğur və başqa musulmon Türkiy millatlarga qaratgan turli bostirishlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligi. Bu haqda BDT Kishilik huquq komitetining tavsiyalari bo'lsa-mu, lekin Xitoyning bunga amal qilmaganligi ta'kidlangan. BDT 3-komitetida Şinjandagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi birlashma bayonot sarlavhalik bayonot Angliya hukumat to'g'risida e'lon qilingan bo'lib, 18 oktyabr BDTning kishilik huquq va madaniyat ishlari muzokara qilinadigan 3-komitet yig'inida Angliya va boshqa 50 davlat nomida Angliyaning BDTda turishliq bosh elchisi James Caryoke tomonidan o'qib o'tilgan. Bayonotda BDT kishilik huquq oliy komissarining Xitoyning rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning xalqaro jinoyatlar, jumladan insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligini o'ttirg'a qo'yganligi eslatib o'tilgan. Shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turkning o'tgan oyda ochilgan kishilik huquq kengashida Xitoyni o'zlarining tavsiyalariga ergashishga chaqirganligi, lekin Xitoyning hozirgacha bularga amal qilmaganligi ta'kidlangan. Bayonotning oxirida biz Xitoyning Şinjandagi kishilik huquqqa daxli taruz qilishni oxirlashtirishini, BDT kishilik huquq oliy komissarligi bilan ijobiy hamkorlashishini va baholash tavsiyalarini to'liq yo'lga qo'yishni talab qilamiz deyilgan. İstanbulda Sharq Turkiston va Falastinda o'ldirilgan shahidlar uchun maxsus duo tilovat yig'ilishi o'tkazildi. Fəaliyyətini Şərqi Türkistan Ölümanları Birliyi təşkillagan bo'lib, 16 oktyabr xutba namozidan keyin İstanbulning Safaköy rayoniga joylashgan Fatih jamiasida o'tkazildi. Oldi bilan Şərqi Türkistan Ölümanları Birligining muavin raisi Ustoz Mahmudjon Domullam so'z qilib, Şərqi Turkistonning mustaqillik da'vosini iymon va vatan asosida qilish kerakligini, iymon bilan vatan huquqining bir-biriga zid emasligini ta'kidladi. Fəaliyyət davomida Şərqi Türkistondagi turma va jazo lagerlarida Xitoyning ziyonkashligiga uchragan shahidlarga duo qilish bilan birga, navbatda ishg'oliyat ostidagi Falastinning G'azza rayonida Isroil armiyasining qor qo'yib bombardimon qilish natijasida hayotidan ayrilgan shahidlarga atab g'oyibona janoza namozi o'qildi. Egilinishcha, Koreya, Amerika va Yaponiya Shimoliy Koreyaning kunsir kuchayotgan harbiy tahdidi va Xitoyning rayondagi faoliyatlarining kunsir kuchayishiga qarshi uch taraf aloqa liniyasi qurgan. Bu to'g'rida Yonhap agentligiga uchur bergan Koreya amaldori Janubiy Koreya, Amerika va Yaponiya o'rtasida aloqa liniyasining qurilganligini va bu liniyaning har qaysi davlat texniklari tomonidan sinov qilinganligini bayon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping davlatining Rossiya bilan bo'lgan munosabatining kundalik manfaatini shakllangan yaqinlashish emas, balki uzun muddatli strategik va'da ekanligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping Beijingda o'tkazilgan 3-navbatlik bir balvoq va bir yo'l munbiriga qatnashish uchun kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining xabariga qaraganda, Xitoy urush aeroplanlari yaqinqi 2 yilda xalqaro havo boshlig'ida Amerikaning urush aeroplanlariga 180 qatimdan ortiq parakandachilik saqlagan. Bashburjaklik bino Xitoy urush aeroplanlarining xalqaro havo boshlig'ida Amerika urush aeroplanlariga parakandachilik saqlagan surat va sinlarni e'lon qildi. Turkmenistonning sobiq prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Xitoy poytaxti Beijingda o'tkazilgan bir balvoq bir yo'l munbirida Turkmenistonning Ipak yo'lini gullantirish strategiyasining Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasiga mos keladiganligini aytgan. Fransiya Ichki ishlar ministri G'azzadagi hujumlar haqida ijtimoiy taratquv hisobida uchur ham berilgan tanliq futbolchi Benzemani musulmon qarindoshlar jamiyati bilan munosabati bor deb ayblagan, lekin hech qanday isbot ko'rsatmagan. Xabar qilinishicha, Benzema yakshanba kuni Isroilning G'azzada olib berayotgan bombardimonlarda qazo qilgan falastinliklarni qo'llab uchur yo'llagandan keyin Ichki ishlar ministri bir televiziya programmasida yuqorqi so'zni aytgan.